Joriy yilning 4-iyun kuni soat taxminan 17:35 da Xiva shahar Tozabog' mahallasi Tosh darvoza ko'chasida shu mahallada yashovchi 1975-yilda tug'ilgan Matyakov boshqaruvida bo'lgan Matiz rusumli avtomashinasini boshqarib borayotib, oldinda bir yo'nalishda harakatlanib borayotgan 1958-yilda tug'ilgan velosiped haydovchisi rul boshqaruvini birdaniga chapga manevr qilib burib yuborishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada velosiped haydovchisi tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Xiva shahar Ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan dastlabki tergov oldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Qadrli yurtdoshlar, mana ko'rayotganingizdek, bugun Xiva shahar Tozabog' mahallasida velosiped bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Aniqlashtirishimizga qaraganda, velosipedchi kutilmaganda rulni chapga burib manevr qilib yuborishi oqibatida ushbu holat sodir bo'lgan. Shu o'rinda harakat ishtirokchilaridan, ayniqsa velosiped haydovchilaridan yo'llarda ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini, tungi vaqtlarda nur qaytaruvchi nimchalarni kiygan holda harakatlanishlarini, shuningdek, haydovchilardan velosipedchilarni quvib o'tishda ehtiyot choralarini ko'rishlarini so'raymiz. Barcha haydovchilar va piyodalardan yo'llarda harakatlanganda yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bugun 8-iyun Urganch shahrida o'tkazilayotgan nazorat reyd tadbirlari davomida ushbu Gentra rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda ushbu transport vositasini haydovchisi transport vositasini o'z boshimchalik bilan qayta jihozlab man etilgan sirena, ya'ni ovoz kuchaytirgich o'rnatib olganligi aniqlandi va belgilangan tartibda ushbu haydovchiga nisbatan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Hurmatli haydovchi, ushbu sirena moslamalarini o'rnatish man etilganligini bilasizmi? Bildik. Xudo xolasa tushaman, tushunib yetib boshqa takrorlamay. Nima sababdan o'rnatdingiz? Endi yoshlik aytib ko'rib, qiziq tushunib yetdim, bildim. O'zingizga to'g'ri xulosa chiqarib oldingizmi? To'g'ri xulosa chiqardim. Boshqa o'zingiz qatori haydovchilarga nima deb tavsiya berasiz? Uning ishlanmasliklarini tavsiya beraman. Uni yozgan ko'rmasliklarini. Shu o'rinda bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimizdan va haydovchilarimizdan ushbu turdagi sirena migalka qurilmalarini o'rnatmasliklarini hamda yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar. Har bitta qilingan qoidabuzarlik yuzasidan belgilangan tartibda qonuniy chora ko'rilishi albatta ta'minlanadi. Yo'llarda ehtiyot bo'ling. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'lganingizdek, ushbu Cobalt rusumli avtomashina haydovchisi o'zi va o'zgalarning hayotini xavf ostida qoldirib, yo'l bezorligi qoidabuzarligini sodir qilgan. Belgilangan tartibda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu haydovchi aniqlandi va belgilangan tartibda haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini 128 prim 10 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydonchasiga joylashtirildi. Endilikda ushbu qo'pol qoidabuzar haydovchiga nisbatan sud organlari tomonidan huquqiy baho beriladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 prim 10 moddasida transport vositalarini boshqarish huquqidan 1 yildan 2 yilgacha mahrum etilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilarimizdan, ayniqsa haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini va belgilangan qonun qoidalariga va yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Unutmang, qonun ustuvor, jazo muqarrar ekanligi albatta ta'minlanadi. Rulda kim bo'lsa, shunga jarima bog'li rasmiylashtiriladi. Haydovchilardan ko'p savollar kelib turibdi, ya'ni 1-iyundan boshlab jarima bog'lari hisoblanishi boshlandi. Lekin shu o'rinda savol, mashina akam adimda bo'lsa yoki bolam adimda bo'lsa-dan, mashinani men haydab o'tirgan bo'lsam, jarima bog'li kimga hisoblanadi degan savollar ko'p kelib turibdi. Bu savollarga qisqa va aniq javob beraman. Mashina kim adimda bo'lishidan qat'iy nazar, mashina kim, ya'ni qaysi haydovchi haydab o'tirgan bo'lsa, shu haydovchiga jarima bog'li hisoblanadi. Ya'ni
mashin kim adında bo'lishini qiziq yo'q. GAI tomonidan sizga protokol tuzilib, ya'ni rulda qaysi haydovchi bo'lsa, shu haydovchiga protokol tuziladi va shu haydovchiga jarima bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun iloji boricha bu videoni hamma haydovchiga berib qo'yinglar. Yana bir muhim masala, Xorazmdagi o'sha imtihon markazlari qachon ochiladi degan savollar ko'p kelib turibdi bizlar va bu bo'yicha biz ham mas'ullarga chiqib turibmiz, so'rab turibmiz, qachon ochiladi, nima gap bo'ladi deb so'rab turibmiz. Haligacha mas'ullar bizlarga aniq bir qisqa lo'nda javob bermayapti. Ya'ni qachon ochilishi noma'lum. Shuning uchun hozircha faqatgina sabr qilib kutamiz yoki bo'lmasa men ertaga yana bir ish vaqti boshlangandan keyin o'sha rahbariyatni aldanib borib, aynan nima uchun ochilmay turibdi, nima sabab bo'lib turibdi, nima uchun kechikib turibdi, bu bo'yicha ham aniq javoblarni olib sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Bu videoni esa iloji boricha barcha haydovchilarga yuborib, ularni ham mana shu, ya'ni jarima bog'lanishi hisoblanishini bir marta eslatib qo'yasiz degan umiddaman.